Reklamı. Assalomu alaykum. Shunaqangi sonlarga. Nima bo'lsa aka, biz sizni qidirib yuribman. Sizni mashina ushlamasam qattiq ishlayman, Jamshid debdi. Esingizga qalay bo'lyapti? Bu bolani ismi Jamshid, 23 yoshda. Mana shu Miraj Naptikani asoschisi. Jamshid. Endi mana shu napitkalar qanaqa quyilishini o'zingiz ko'rsatib tushuntirib bermasangiz, sizdan shunga keldik, shuni ko'rsatdik. O'shanga reklama so'radi, syomka qilmoqchiman. Bo'ldi. Tushuntirib berasiz, ketdi. Bo'ldi, gap yo'q. Tushuntirib beraman. Qisqa qilib aytib o'tib ketaman. Bizga eng birinchi bo'lib pustoy bankalar keladi. Hozir Mongoliya quyilayotgan ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Ichi mana shunaqa pustoy holatda keladi. Biz buni quyish jarayoniga beraveramiz. Bankalarni ko'rishingiz mumkin. Quyilish jarayoniga kirishdan oldin birinchi ichlari yaxshilab yuvib yuboriladi. Pustoy bankalarimizni asosiy jarayonga kirib ketish ko'rishingiz mumkin. Ya'ni tayyor limonatimiz quyilish jarayoni. Bu yoqda tayyor limonatimiz 8 gradusda quyiladi. 5 bar, 5,5 bar gaz orasida bizning mahsulot o'rta gazlangan hisoblanadi. Bu maxsus liniyamizni ko'rishingiz mumkin. Soatiga 10 mingta mahsulot ishlab chiqara oladi. Mahsulotimiz chiqqandan keyin bu sirazi qadoqlash, ya'ni kirishga yopish jarayoniga kirib ketadi, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bo'lsa ishlab chiqarilgan sanasi lazer yordamida alyumin bankamizga uriladi. Bu yerda hammaga yoqmaydigan joyini ko'rishingiz mumkin. Markirovkalash, ya'ni data matrikslarni yopishtirish jarayoni. Keyin aytib o'taman nimaga ustiga yopishtirilishini yoki hammani qiynaychi savol. Ko'rishingiz mumkin, mahsulotimizni biz 12 tadan qilib bloklaymiz. Jamshid, rahmat. Ko'pchilikga qiziqadi napitkalar qanaqa quyilishi. Endi mana shu markirovka haqida tushuntirib berasiz. Markirovka. Boya aytib o'tdim-ku, ko'pchilikga yoqmaydi mana shu og'ziga qo'yilishi, nimaga shotga qo'yasizlar, nima qilganda yopishib qoladi, mana bitga ichganda yopishib qoladi. Buni sababi bor, aka. Buni hamma ham tushunmaydi. Chunki buni faqat ishlab chiqaruvchilar tushunadi, aka. Mazkur to'g'risini aytaman, qarang. Bu davlat tomonidan o'sha berilgan bizga majburiyat, ya'ni har bir tovar markirovkalangan bo'lishi shart. Bu nimani bildiradi? Bu tovarning aslligini, ya'ni haqiqiyligini, ko'chada qaysidir poddelka kim tomonidan ishlab chiqarmas, именно zavod tomonidan ishlab chiqarilganligini bildiruvchi narsa hisoblanadi. Endi qarang, nimaga og'ziga yopishtiriladi? Mana bunga yopishtirsanglar bo'ladi-yu, mana bunga yopishtirsanglar bo'ladi, bo'lmaydi, aka, bo'lmaydi. Nimagaligini aytaymi? 2027-yil aprelgacha hozir surildi bu qonun, ya'ni agregatsiyalash degan qonuni. Asosan biz o'zimiz uchun ham ishlab chiqaruvchilar fakturada sotganingizda kodlarni biriktirib ko'rsatish degan narsa bor. Bu kod takrorlanmas kod deb hisoblanadi. Bu markirovka kod bir marta olasiz, bo'ldi, buni qayta ishlatishga haqqingiz yo'q. Bir marta sirkulyatsiya aylanishi kerak. Olasiz, do'konchiga yoki dilerga sotasiz, diler do'konchiga sotadi. Bu hammasi ofitsialniy fakturada ko'rsatib biriktirilishi kerak. Bu kod oxiri B2C, ya'ni business to customer tomoniga sotilgan taqdirda iste'molchiga sotilgan moment bu kod tit qilib uriladi, iste'moldan chiqariladi, bu kod o'ldiriladi. Endi nimaga tepaga qo'yilyapti degan sizga savolga javob. Bu kodni agregatsiyalash degan narsa 12 tani bittaga yig'ish deyiladi. Uni yig'ish uchun zavod hozir ko'rdingiz, tezlikni ko'rdingiz, yig'ilishini ko'rdingiz. Bittada 12 tani yig'ib olish uchun tepaga qo'yish bizga eng qulay yo'l hisoblanadi. O'tiga qo'yib, siz anaqa qilaman, siz mana bunaqa aylanib ketib qoladi. Qanaqa qilib yig'ib olasiz 12 tani? Bunaqa qilishga qiynaldi-yu, bu yopishtirish qanaqa? O'tiga qanaqa yig'ib olasiz? Mahsulot bunaqa chiqmaydi-ku, bunaqa chiqadi. Tayyor chiqishiga yaqin o'sha siz og'ziga qo'yishga majburmiz. Bo'ldi. Sizga yagona sabab shu. Agregatsiyalab sizga nimaga agregatsiyalash kerak degan savolga javob ham bera olaman. Bu mana bittalab urib chiqyapti hozir do'konda, ko'rasizmi? Bu narsa ertaga fakturada ko'rsatayotganda kodlarni biriktirib berish kerak bo'ladi-yu. O'shanda bittalab urib o'tirmaysizda, biza zavod o'sha imkoniyat yaratib berishimiz kerak iste'molchilarga, dilerlarga. Ya'ni 12 tani bitta yoniga yopishtirib bergan kodda guruh kodi deyiladi. Guruh kodiga yig'ib berishimiz kerak. Ular bitta urganicha 12 ta bittada urilish uchun. Tushundingizmi? Skladlardan chiqish uchun ertaga bitta urgan yaxshimi yo'q? 12 tani urgan yaxshimi? Mana aka, savolga sizga javob. Endi tushundingiz nimaga bu ustiga qo'yilishi. Shunaqa. Hamma tomonlama qulay ekan-da. Ha, endi to'g'ri, bitta bu ichimlik ichadigan odamga noqulay. Yo'q, noqulay emas. Yo'q, o'tiga tegadi, mana bu yerga tegadi. Yopishtirib qo'yaman bitga. Ko'chaga ham tashlayman. Endi bir xillarga xalaqit qiladi aka. Sirasiz aytaman. Ichadi, mana bu yerga yoqmaydi. Nima men o'tiga qo'ygansiz? Instagram
ko'p bundoq ko'rib o'tiradi. Men javob bergim kelardi. Aqllilik mumkin emas aka. Endi bu paka boshlanishi 2027 aprelda ko'rasiz. Kuchga kirib ketadi deb o'ylayman, chunki shunaqa qonun bo'ldi. Shunaqa aka, javobim shu. Yana ham detalliroq kirsak bo'ladi. Hozir jam aytalash keyin qolsa tushuntirib. Tushuntirib. Bo'ldi aka.